Bizden indi Tatarstan Ma'arif Ministerliği Tatarstan Yazışlar Birliği bilen birge bundan 5 yıl ilk bütün Rossiya ilham belgesi ilan etilgen idi. Bu indi keng kulaş şeydi. Bu okuşular arasında şiir, proza, jurnalistika, dramaturgiya ülkesinde işlevişi bağlar, şuraya kaseretli bağlarının yazmalarını jiyip alıp biz indi zonalarda Şollu zonası, Elmet zonası, başka yaklarda indi Tatarlar yaşayan Rusya'nın başka tübeklerinde hatta biraz şu işlerin ne beye biliriz. Gadette indi bunda bolalar üzeri kodlaşırlar, üzerinin yazan eserlerin üzeri okuylar. Şiir olsa gadette indi yottan okuylar, proza, kagazga karıp dramaturgiyini. Hem indi bunda dramaturglar da bizden, Ma'arif Ministerliği kişiler de var, şairler de var. Buna bizden indi kişinek Şollu zonasında bir yaşlıktan da 65 bola katlaştı bizden. Oktanış, Müslim, Minzele, Tokay rayonu hem Şollu bolaları. Menimçe yıldan yıl bolalarının işleri yoksuğa bara çünkü jüri bik talepçenkile her bir bolanı itibar bilen tanlay, kengeşlerin biri, bolalarga sorovlar biri, eng muhimi bizden indi bola o'zining ijod jigari bilan ishlagan bu eserini yozganmi, illa ona yordam etganlarmi, etiyen ise evi babası yoki o'qituvchi bo'lsa kerak albatta yordam etuv. Ammo lekin bizda endi u yordam turlicha formada bo'ladi. Qo'yishda o'quvchi o'zining yozganin o'zi o'qiy olmaydi. Hem hatta o'zi qo'llangan so'zlarni bilmaydi. Biz qo'yishda iplab o'zining suyluğu bo'yicha qog'ozdan qarab o'quv bo'yicha endi bolaga so'rov beramiz. Bu so'z narsani anglatadi. Hem bola so'rovga javob da bera olmaydi. Ya'ni u butunlay chetda yuriydi bu tekstdan. Mana shunday narsalarda bo'lmasin, yolg'iz kelib chiqmasin beya berganda biz buna e'tibor etamiz. Hem endi mana o'qitishlar bek aktiv qatnashdi kechanak. Şollular bilan 41 maktabdan proza eserler yazgan bolalar istab qoldi. Onlar ikinci gimnaziyadan şiir yazgan bolalar istab qoldi. Jurnalistika unutiluvchi bolalar da var. Hozirgi chog'da endi jurnalistika dashda yengil ishlardan tugul. Shulayda bolalar endi ko'rasang endi Kumush qo'ng'irov kabi Yolqin, Sabantoy gazetalari, jurnallari bilan ilmda turib endi belgilab bizning Kumush qo'ng'irovga esa deb o'ylayman. Chunki onda endi master klasslar uyushtiriladi. Bolalarning tub ijod maydonchasi Kumush qo'ng'irov ular qiziqsinib o'sadilar. Mena endi bu Begishada shulay endi Müslim rayonidan da qiziqlarga yozmalar bor, To'qay rayonidan da, ya'ni bu yil so'ylab olinib, beya berilib ishlar bo'ldi.